Mana shunday qor kabi oppoq bo'lmagan fiyoletiga rangda bo'lgan shu iPhone 14 Pro'imizni sotuvga qo'ydik. 256 GB xotir, 91% batarya yonkisiga ega bo'lgan ushbu telefonimiz holati ideal holatda, hech qanday ayb nuqsoni yo'q. 3 kun davomida garantiyasi beriladi. Emailga ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan. Kimga qiziq bo'lsa, ushbu telefonimiz $550 ga chiqarib yuboriladi. Oynasida ozgina bir ikkita sarapinalar bo'lishi mumkin. Ko'rib tekshira olaverasiz. Telefonimizga 3 kun davomida albatta garantiyasi qilib beriladi. Manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Agar siz boshqa viloyatda bo'ladigan bo'lsangiz, pochta orqali dastavka qilib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. PUBG'chilarning sevimli telefonlaridan biri bo'lgan Xiaomi 11T. PUBG uchun 90 FPS ishlab bergan telefonimizni sotuvga qo'ydik. Qiziqmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Xotirasi 8 ga 128 GB bo'lgan 5G podдержка qilgan Xiaomi 11T telefoni PUBG ga 90 FPS bemalol ishlab bera oladi. PUBG'chilarning sevimli telefonlaridan biri. Doim bu telefon trendda yurgan, narxiga va sifati juda ham arzib tashlaydi. Shu sababdan doim serxaridor telefon hisoblanadi. Narxi $160 ga berib yuboriladi. Hech qanday aybi nuqsoni yo'q, garantiyasi bilan beriladi. Agar siz boshqa viloyatda bo'ladigan bo'lsangiz, pochta orqali dastavka qilib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. $160 ga arziydimi yoki yo'q? Siz nima deysiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Hozirgina bitta mijozimizdan Poco X7 Pro telefonini xarid qildik. Mana zibros qilib aktivatsiya qilishga ham ulgurmadik. Ushbu telefonimiz barcha komplektatsiyasi mavjud. O'zining golovkasi, original simi, korobka, dokument va bonusiga mana bunaqa chexollar, zavodskiy chexol ham bor ekan. Ushbu telefonimizni atiga $268 ga berib yuboramiz. Holati ideal holat saqlanib qolgan ekan, ko'p ishlatilmagan ekan. Hatto ustida o'zining zavodskiy plyonkalari ham turibdi. 66 marta zaryad olgan ekan. Endi bu degani 66 marta zaryad qo'yilgan, 2 oy davomida ishlatilgan degani. Kimga ushbu telefonimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, $268 ga berib yuboriladi. Bizning manzil Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.